O'zinglarni oxirgi payt xunuk his qilayotgan bo'lsanglar, meni videoyimni oxirigacha ko'ringlar. Girl, siz chiroylisiz. Kello, ko'p odamlar o'zini tanasida yomon ko'radigan, lekin ba'zi davlatlar juda chiroyli deb sanaladigan narsalarni ko'ramiz. Shu bilan birga samatsankalar oshadigan bo'lsa, menga podpiska tashlab ketinglar. Birinchisi qora tana. Maktab paytlarimda meni qoraligim uchun ustimdan kulishgan. Hozir men qoraligimni juda yaxshi ko'raman, chunki chet elda shunaqa zagarviterlar juda ham hurmat qilinadi. Chet elda qora rangli modellarni ko'rganmisizlar, qanaqa chiroyli. Ikkinchisini aytsam ishonmaysizlar, shu tishini orasida katta masofasi bor qizlar. Fransiyada bu ayollarga qanaqadir ehtiros bag'ishlaydi bo'lishadi va O'rta Yevropa davlatlarida bu o'ziga xos jihat deb sanaladi. Uchinchisi shunaqa qovoqli qizlar. Yaponiya, Koreya, Xitoyda bunaqa qizlar eng chiroyli qizlar. Sizlar bilmaysizlar, sizlar qanaqa chiroyliliginglarni. Qovoqi bor odamlar nimaga qovog'ini oldirishini hech qachon tushunmayman. Sizlarning qovog'inglar shunaqa chiroyli, qanaqadir o'ziga bo'lgan ishonch ko'ryapsizlar, bunaqa ko'zladi. To'rtinchisi, bu katta burunlar. Meni ham burnim bunaqa kichkina emas, no. Italiya va boshqa Yevropa davlatlarida shunaqa burunga ega bo'lgan ayollar eng noodatiy va elegant ayollar sanaladi. Tak что sizlarning burninglar shunaqa yaratilgan bo'lsa, uni o'zgartirib operatsiya qilish shart emas. Tasavvur qilinglar, hammaning burni shunaqa bir xil shaklda, aslida burninglar shunaqa chiqib turgan. Sizlar boshqachasizlar. Va oxirgisi sepkillar. Bilmadim, sepkillik qizlar nimaga kushon bilan sepkillarni yopishga harakat qilasizlar yoki har xil narsalar bilan uni rangini ochartirishga harakat qilasizlar. Qalbda qanaqa yoqimtoy bo'lib turibsizlar. Shularda eslatma, bu videoda hech qaysi gapimni yolg'on dekam yoki shunchaki sizlarning samatsankalarni oshirish uchun aytmadim. Sizlar qanaqa bo'lsanglar, xuddi shunaqa chiroylisizlar. Va o'zingizlar yaratgan tananglarda o'zingizlarcha qolinglar, hech nimani o'zgartirmanglar. Va sizlar menga podpiska bosishlardan oldin muhim eslatma, siz bu dunyodagi eng chiroyli qizsiz. Girl, that's for you. Bye.